Hop, hammaga salom, qadrli do'stlar. Bugun biz Premier Fitness zalida Planet trener Bunyod aka bilan shug'ullanamiz. Bunyod aka, birga o'qisiz. Hop, bugun ro'za bo'lganligi uchun oyoq, yelka va dabavka, qo'lni oldi orqasini qo'shib birgalikda mashq qilamiz. Bu full body bo'ladi. Faqat ro'za bo'lganligi uchun shu tartibda ishlaymiz. Kuzatib boringlar. Ko'rasizlar. Ketdik. Necha? Tak. Bular birinchi подход, razminka, yengilroq vesda 20 ta. Qo'l. Davay. Hech qo'shamiz, shuni o'zidan. Yo'q, bitta razminka bo'ldi. Endi 3 подход og'irroq vesda ishlaymiz. Hech qo'shamiz. 120 bo'lsa, davay qo'sh. Nechta yana? 180 qilik. Hop. Bunyod aka, masalan, sizga savol berib ketaveraman. Bemalol. Javob berib, shug'ullanib ketaveramiz. Davay, davay. Hop. Birinchi savol. Zalni boshlashingizga nima turtki bo'lgan? Zalda boshlashimga o'zi juramga havas qilib, men ozg'in bo'lganman. Juram zalga chiqib, 1-2 oyda dabavkalarni ichib, rezultat olib, o'zgarganini ko'rib, mana ozg'inligim uchun, o'zi kollej vaqti edi. Maktabni endi bitirib kollejga o'tgan paytimiz. Havas qilib, xullas shunga ergashib chiqqanman. Ya'ni ozg'inligim sabab. Endi boshlamoqchi bo'lgan atletlarga nima maslahat berasiz? Yangi boshlamoqchi bo'lganlar agar qiziqsa, faqat menda endi o'zim ozg'inligim uchun qiziqib 1-2 yil prosta quruqqa borib kelaverganman. Shunaqa tushuncha bo'lmagan. Prosta 2 yil vaqtim behuda o'tganiga achinaman haligacha. Chunki quruqqa borib kelganman 2 yil hisobiga. O'zi bundan oldin ham mana Instagramda storylarda, reelslarda gapirganman. 2-3 kilogina 2 yillik hisobiga vес olganman-da. O'shanda tushuncha bo'lmagan, shuncha to'g'ri beradigan odam ham bo'lmagan. Короче, yeysan, trenotka qilasan, o'zgarasan deyilgan, lekin nima yeyish kerak? Odatda uyda har doim ham bo'yagida hozir yeydigan правильно питаниemiz yeyilmaydi-ku, uyda nima yeysan, shuni yeysan. Atak ozg'in bolalar uchun двойной yeyish kerak. Dabavkani двойной ichish kerak. Berilgan o'sha даже kreatinni maslahat berishmagan. Yoki o'sha paytida tushuncha bo'lmagan, bilmayman. Tushunarli. Bismillah. Boshladik. Davay. Of. 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 Bas. Davay Bunyod aka. Davay. Hop. Bas. 120, 240 bo'ldi, davay. Hop, Bunyod aka, siz uchun natural yo ximik qaysi biri ma'qul siz uchun? Ko'pchilik ballar o'rtasida bo'layotgan tema bu. Natural yaxshi yo ximik? Natural 100% yaxshi. Endi ximiya qilishga maqsad, sabab bo'lishi kerak-da. Ximiya qilishdan maqsadi nimaligini o'zi aniq bilish kerak. Masalan, bizning sohada men ishim shu. Qilaman, yashirmayman. Tak mana yosh bolalar faqatgina vazn olmoqchi bo'lsa yoki vazn tashimoqchi bo'lsa shart emas. Birinchi naturalniy variantini ko'rish kerak. Yosh to'g'ri kelsa, o'zi 20 yoshdan o'tgan bo'lsa, undan keyin обязательно vrach, trener bilan maslahat qilib, gormonlarni tekshirtirib, undan keyin xohlagan temasini qilsa bo'ladi. Atak ungacha 25 mi, 30 yosh mi, 40 yosh mi farqi yo'q. Birinchi naturalniy harakat qilib ko'rish kerak. Naturalniyda hozirgi bolalar
Yoshlar ham kattalar ham xullas sabrsiz. Chunki mana 5 yil, 6 yil bo'layotgan bo'lsa, trenerlik qilayotganimga sabri chidamaydi umuman. Keladi, короче, hali oddiy jimlojani ko'tarishni bilmaydi hali. Уже menga ximiya olmoqchiman, nima maslahat berasiz? Senga hech qanaqa maslahat yo'q, sen hali shtanga ko'tarishni o'rgan. Stanoviy приседания, ba'zi упражнения qilishni o'rgan. Bu yerda kamida 100 kilo приседания qil, keyin ximiya haqida gaplashamiz keyin. Atak ungacha men maslahat bermayman, lekin birdaniga kelgan odamga ximiya haqida. Baribir doktor, trener bilan maslahatlashib ko'rmoqchi. Birinchi o'rinda vrach, birinchi o'rinda, keyin trenovka bilan baribir bo'ladi. Bu narsa bog'liq. Trener обязательно shart. Lekin ba'zi bir trenerlar bor. Mana bunaqa over, bekasi usta over. Pul uchun, soqqa uchun. Ya endi bilmadim endi nima uchun, lekin shunaqalar ham bor-da. Kerak emas. Prosta birinchi naturalniy harakat qilish kerak. Demoqchimanki, birinchi naturalniy, undan keyin bo'lmasa, masalan, 6 oy, 1 yil qilsin, rezultat bo'ladi sanasa bo'ladi. Lekin mana yerda 100 kilo, 120 kilodan 100 kiloga, 90 kiloga tushgandan keyin baribir teri osilish bilan boshqa bo'ladi. Undan keyin boyagidek garmorosta yoki qanaqadir aptechniy gen terapiya yoki farmakologiya ishlatsa bo'ladi. Bu sport, buni oddiy qabul qilish kerak. Bu sport, chit sporti Amerikaniki. Bu shu bilan birgalikda совместный, короче. Usiz bo'lmaydi, tak naturalniy protein. Doping bilan yonma-yon ishlaydi baribir. Musobaqaga chiqish uchun ham prosta kerak. Ximiya qilish kerak. Yaxshi. Suv давай. Давай. Оп. Давай. Оп. Бас. Zo'r. Endi-chi? Oxirgi подход. Hop, ichi. 200. Xavosda 240 mi? Давай 300 qilamiz. Hop. 20. 2 15 chiqsang, Odil. Hisobga to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi. 15 kilo. Hop, buni aytaga. Siz uchun top 3 bodybuilder va nima uchun ular? Dunyodagi eng sizga yoqqanlar top 3 talik. Va nima uchun ularni yoqtirasiz? Menimcha biz sportda shug'ullanmaydigan odam ham Arnold tanisa kerak. Ikkinchi o'rin. Tak. Hozirgilardan eskilardan общий. O'zingizlardan Yevropa bo'ladigan bo'lsa, Kaygreen yoqadi. Kaygreen chunki to'g'ri ko'p birinchi o'rinni ola olmagan, yutqizib qo'ygan juda ham ko'p bor, lekin formasi haqiqatan chiroyli, keyin agressiv, keyin pozirovkalar chiroyli qiladi, keyin ishlash trenovkasi ham boshqalardan farq qiladi. Bilmadim. Balki shu sababdan bir-biriga bog'liq bo'lib, Kaygreen yoqadi. O'zlarining zo'rlari. Uchinchi o'rin. O'zimizdan uchinchi o'ringa bo'ladigan bo'lsa, Mirovoyda juda ham ko'p, to'g'risi. Havas qiladigan atletlar ko'p. O'zimizda ayta qolay, havasim ketadi, chunki birinchi bor Amerikaga borib kelgan Valentin. Mixail Valentin. Baribir o'zimizlik endi. Shunday. Давай, oxir подход. Hop. Чиgiz gap bo'lib kimmi deydi? Давай. 10 ta 12 ta, давай Odil, 1 2 3 4 5 Давай, yetti. Давай. 8 kamida 2 ta yana. 2 ta yana. 9 10 хорошо. Zo'r. Ro'za qanday bo'ladi? Qiynalmayapsan? Yo'q, ketyapti asta-asta. Men qiynalyapman.
Endi bari ovqat qiynayapti faqat. shunday katta korpus, katta energiya, katta kuch talab qiladi, katta pitaniya. Shunday hali ham ertalabga saharli vaqtida normal pitaniya qilib, dabovkalarni ichyapman, yemasa Bo'lsa qiyin, yemasa kun bo'yi 2 yil o'tsam kerak. Bismillah. Давай. Давай. Yep. Давай. Оп. Давай. Yep. Оп. Давай. Good. Мощный. Bitti. 8. 9. 10. Давай. Hoppa. Hoppa. Zo'r. Hop. Unda sizga yana bir savol. Murat aka, ko'zingiz qoraygani u nimadan? Tug'ma yo ximiya? Ko'pchilik bu yerda o'zingizdan bilasiz. Balli hammasi olgan ximiyadan ta'siroti unday deb aytishadi. Endi meni o'zimga ham ko'p sotsial saytdan ham savollar keladi. Qanday aytsam bular? Yaqinroq olgani, aytolgani aytiladi, lekin hamma ham aytolmaydi. Ko'pchilik orqadan gapiradi, o'shaning uchun. Orqadan gapiradi, inson yurasan, sendan so'rashi mumkin. O'shaning uchun ochiqlab ketaymi buni? Bu, короче, tug'ma, genda bor. Tog'amdan o'tganman-ku. Bu yoshligimdan beri bor. Hech qanaqa ximiyani yoki boshqa narsa emas. Bu genetik bu. Ikkita ukam bo'lsa, ikkita ukamda yo'q, menda bor. Ikkita farzandim bor, ikkita farzandimda yo'q. Bari genda bor deysiz-da? Tog'amda bor. Tog'amda bittasida bor, bittasida yo'q. Ikkita tog'am bo'lsa, bu parada borligi uchun hech qanaqa ximiya undan emas. Endi baribir ochiqlab ketganingiz o'zingiz uchun. Bemalol. Bu to'g'risi ko'p ishlatyapti. Mujikcha gap-ku. Даже aka temadamiz siz urasizmi deganlar ham bo'lganda. Unaqalar ko'p. Unaqalar ko'p-da. Hazil mazah qilib-da, olib uramiz ham deb uraman, misol uchun. Hazil qilib chegarasi bilan lekin seriyozno chekkan bo'lsa, o'shanga yarasha muomala qilasiz. Bunday salomga yarasha ali короче. To'g'ri. Zo'r. Atvet yaxshi bo'ldi. Ay. Odil sal tez ishlab qo'yapsan, sal sekinroq Odil. Hopga. Aslida pastga qaytayotganda ushla. Hop, tashlab qo'yapsan-da. 3. Oxirigacha qo'yvermaysan. 4, stop. 5, zo'r. Hoppa. Просто kayf. Mazza. Qarasang bitta savol-da endi. Sen ham sportda kamida 6-7 yildan shug'ullanasan. Tez ishlash bilan sekin ishlash farqi nimada? Savol. Tez ishlaganda endi muskul ko'pincha his qilinmaydi. Xo'p. Asta ishlab, nagurskani ham hamma vesi ham o'zini tochkasini his qilib, asta tortib, soch ishlaganda yaxshiroq deb o'ylayman. Yaxshiroq cho'ziladi. Yengildan? O'g'irda yengilda o'sha asta ishlaganda. Sekinda demoqchimisiz? Sochi ko'pchilik bolalar o'zingizdan ko'rasiz, guruchga ishlaganda guruchga urib tez-tez siltab ishlaydi. Menga qolsa men keyinroq ishlab, rakaza tushiraman, sekinroq. Og'ir menga qiziq yo'q. Menga o'sha muskul his qilganim ma'qul. Tochka ishlaganim ma'qul menga. Menga soni muhim emas menga. Mayli 10 ta qilmay, 4 ta 5 ta qilay, lekin o'sha joy achisa, kayf qilib bo'lishini o'zi yetadi. Endi men shunaqa deb o'ylayman, qolganlar fikrini bilmadim. Hop. Давай. Hop. Hop. Zo'r. Qara. Ayrim bodybuilderlar bor.
juda ham boya aytganingdek soni kamroq, lekin kачество juda ham sifatga e'tibor qaratadi. Uni ham formasi yaxshi. Masalan, основной eski bodybuilderlar texnikasi hozirgi masalan taqqoslanganda xato ko'rgansan va ishlanishi tez, lekin figurasi hozirgilardan avvaldan yaxshi bo'lgan. Nima sabab? Bilmadim, hamma qanday tushunchalar bilmadim. Menga lekin shu tezdan ko'ra sekin yaxshiroq, eng ham sifatliroq kayf beradi o'ylayman. Chuvstvasiga. Shunday, to'g'ri gaping. Endi bitta narsa bor, men masalan sportga kirganimda 9 yil, 10 yil bo'layotgan bo'lsa, mana trenerlik boshlaganimga 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil короче o'sha tez qilganman. Ishlangan. O'shanda ham chuvstva bo'ladi, o'shanda ham muskul og'rig'i bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Hammasi короче bo'ladi, og'ir ham ishlasan. Keyin va internet rivojlanadi, boshqa bo'lyapti, Yevropa bodybuilderlarni kuzatasan. Kerak bo'lsa sotib olasan, o'zingga ma'lumot, o'zingni bilimingni oshirishing kerak, chunki shunday pulingga bo'lsa ham sotib olasan. O'z sotib olgan bilimingni keyin bolalarga ulashasan. O'sish bo'ladi. Qiziqish bo'ladi. Interes. Keyin sekin ham ishlab ko'rganman 2 yil. Keyin o'zimga o'zim shu narsani tushunib yetganman. Sekin ishlaganda mana bu ishlaydi-da, miya ishlaydi. Miya bilan muskulni kontrol qilasan. His qilasiz. Tez ishlaganda kontrol qilmaysan, chunki xayoling og'irlikda bo'ladi. Bilat may bo'lib qolmay ko'taradi. Shu narsa bo'ladi. Men yengil ishlab ko'rdim. Shu sifasini bildim. Hozir tez ham ishlamayman, yengil ishlayman. O'shani o'rtasini olganman. Normal ishlayman. O'zim uchun bilib olganman, короче, men birovga reagat qilmayman. Bunaqa bunday bo'ladi, chunki ikkita tomonlama ham o'sish bo'ladi, progress bo'ladi. Ikkita tomonlama. Men lekin o'zim uchun qilib olganman. Ham birinchi 2 podxod yengilroq vestda chuvstva kontrol qilib olamanda, o'shani ushlab og'irroq ishlayman. 4 podxod, 5 podxod mashq qilaman. Bir kunda masalan ro'za bo'lmagan payti aytaylik grutka 3 ta yoki maksimum 4 ta mashq qilaman. Har doim yelka qo'shaman. Oldi yoki yonga. Qo'lni orqasi qo'shaman, chunki grup ishlaganda triceps ishlaydi. Просто добавка qilib olish uchun. Spinada qo'lni oldi, просто добавка qilib. Lekin qo'lga bunday qiziqib, kayf qilib ishlamayman. Bilmayman, yo o'zi genetik qo'lim katta bo'lganligi uchun bilmayman, unga qo'lga qiziqish yo'q. Aniqala oyoq ishlasa ham qo'l, masalan full bodyda mumkin, lekin split programmada hammasiga qo'l qo'shiladi-ku. Bularga tushuntira olmay, haligacha tushuntira olmayman bolalarga, shogirdlarga. Masalan bir kunda mana shu zalga 200 ta, 300 tagacha bola kelib ketadi. Ertalabdan kechgacha. Shundan bir 40 ta, 50 tasi bari maslahat so'raydi bir kunda. Hech bo'lmasa aka mana mashqni qanday qiladi ko'rsatib bering yoki mana qayerga beray ko'rsatib bering. Qolgani qaysidan keyin nima ishlay, nima bo'ladi, nima etsam bo'ladi. Qolgan har kuni bir xil savol. Оп. Давай. Опа. Опа. Так. Buyoqdagi ginekamastiya bo'yicha bir tushuntirish berib yuboring. Ko'pchilik bolalar o'zingizam ko'rasiz ginekamastiyani. Guruhdan kelib chiqayotgan bezda, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Geno основной kurs qilganlarda bo'ladi. Lekin umuman kurs qilmaganlarda ham bo'lgan. Chunki o'zimda ham bo'lgan, bilaman. Uni aslida kelib chiqishi nima bo'ladi? Kelib chiqishi kursdan, noto'g'ri kursdan, kurs vaqtida to'g'ri aptechnik o'shanga geno chiqishini oldini oladigan prolaktin gormonini
bostiruvchi, pasaytiruvchi kabirgaliklar ichilmaganligi sababli rivojlanib boradi. Birdaniga o'sha sezilib qolmaydi. Etapda bo'ladi. Oxiri agar bez bo'ladi-da, bez qotib qolsa, operatsiyagacha boradi. Atak vaqtida oldini olsa, birinchi yoki ikkinchi kursda oldini olsa, oddiy kabirgalik bilan, o'sha dasturchi Kabinix bilan qaytarib joyiga qaytarib qo'ysa bo'ladi. Atak bez qotib qolgandan keyin o'zi bесполезно, o'zi faqat только operatsiya. Boshqa yechim yo'q. Zali kiymagan umuman qatnashmagan balladan ham chiqadi-ku nima garmon buzilishidanmi yo jens ko'tarilishidanmi? Shu gormonalniy buzilish buzilish ha. Operatsiya ekan. Balla o'z-o'zidan yo'q o'qitadi deyilgan gap bo'lmagan gap, ha? Kutsa o'z-o'zidan yo'q o'qitadi degan gap bo'lmagan. Yo'q. Hech qachon o'z-o'zidan qaytmaydi. Qachonki o'sha o'zgargan garmonlarni joyiga to'g'rilaydi, keyin qaytishi mumkin. Ungacha atak mumkin bo'lsa, bo'lmagan gap, ha? Yaxshi. Geno bo'lsa, shunaqa. Yechimi faqat shu. Tak xuddi genoga o'xshab yog' bo'lib qoladi ko'pchilikda, ayniqsa semizlarda. Menda shunaqa bo'lib qoldi deb o'ylaydi, lekin borib analiz topshiradi ham. Garmon unga taalluqli garmonlar normativ. Lekin unda yog' qatlam bo'ladi. Bu faqat dieta qilish kerak bo'ladi. Garmonlar juda ham murakkabda. Shunaqa garmonlar bor. Analiz topshirasan, 1 soatdan keyin borasan, yana topshirasan, o'zi boshqacha natija. Oddiy, masalan, borasan-ku, nastroy bilan borasan yoki asabiylashib borasan. Oddiy stress ham juda ham katta ta'sir qiladi garmonlarga. Вообще aniq. Xullas, bir to'xtamga kelolmay qolasan-da. Haqiqatan qaysi biri saniki собственныйni bilmay qolasan. Chunki sen har doim bir xil norma nastroy bermaysan. Asabing buziladi, xursandchilik bo'ladi. Tushkunlikka tushib qolasan. Har xil vaziyat bo'ladi. Tushunarli. Endi hammasi ham emas. Shunaqa garmonlar ham bor. Yaxshi. Ketamda. Nima ketam? Bak, yo'q, gap keldi. Buradagi. Hoppa. Men o'zim rosa qiziqaman-da hozir. Nimaga? Garmonlarga aloqa qilib, garmonlar bilan ishlashga. Men o'qimaganman hech qanaqa, faqatgina Barlik qiziqlik. Qiziq, lekin men uchun qiziq. Agar immuniy shu garmonlar bo'yicha o'zbek tilida dars bo'lganda, yana institutda, masalan, institutda o'qimaganman. Lekin institutda o'qirdim, masalan, oddiy Paltexda ham kontrakt to'lab o'qiyapti-ku. Nimaga borib kelayotganini o'zi ham bilmaydi. Yo'q, qanaqadir universitetda o'qiyapti. Lekin menga shu o'sha qiziq. Darsliklar bor, faqat ingliz tili, rus tilida. Men ingliz tili, rus tilini tushunmayman. Birovga перевод qildirish kerak. Shuning uchun menga eng yaxshi yo'l yechim doktor Sulton akada. Shunday. Bittada tushunaman. Tushunmagan joyimga o'zimda yoki bolalarda garmonlarda narushina bo'ladi. Masalan, aqlim yetmay qoladi. Sразу yuz beraman. Aka, mana shu yerda shunaqa bo'lishi kerak edi. Xo'p deydi. Lekin mana bunaqa bo'lyapti. Uka, qara, mana yerda bunaqa bo'lyapti. Mana bu bo'lyapti. Yana bu garmonga topshirsin yoki mana bu bioximiyaga topshirsin. Keyin toshna aniq bo'ladi. Yoki mana bunaqa qilsin. Yoki bunaqa qilsin. Mana shunaqa qilib, sekin-sekin yig'ilib boryapti. Hali lekin bu yerda garmonlarga to'liq tushunish bo'yicha hali 20-30% hali bilimim yo'q deb o'ylayman. Chunki faqatgina bizda sport bilan bog'liq bo'lgan o'sha jenskiy muzika garmonlar, o'sha spermaga taalluqli L-ga, F-ga, keyin bioximiyalar, analizlar shularni yaxshiroq bilaman. Atak undan tashqari ham juda ham ko'p endokrinologga bog'liq narsalar bor. Uning uchun baribir o'qish kerak deysiz. O'qish kerak. Qarochi o'qimasang bo'lmaydi baribir. O'qisang
yaxshi. Ha. Var bilmagan narsangizni o'rganish yaxshi deysizlar. Ha, конечно. Bilmagan narsani birovga o'rgata olmaysan hamda. Birovga harakat qila olmaysan. Tushunmaganingdan keyin, masalan, oddiy yotib grutka shtan ko'tarishni bilmasang, qanday birovga o'rgata olasan? Давай. Hoppa. Давай. 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 Bak. Hop, buni endi sal jostkiroq savolga o'tamiz. 20 ga o'xshaydi. Aha. Zalga kelgandan keyin uni pastga Taysonga zarari bor deyshadi. Buni o'zingiz ham eshitgansiz. Qanchalik bor gap, endi noto'g'ri gap bu. Ishlash funksiyasiga, razmeriga ta'sir qiladi deyshadi-ku endi. Eshitgansiz gapni o'zingiz ham. Qara. Vazn. Hop, savolingga yarasha javob beraman. Vazn ozg'in yigit keldi. Ha, ochiqchasi. Ozg'in yigit keldi. Aytaylik, zalga kelib 1 yil, 2 yil shug'ullandi. 15 kilo, 20 kilo vес oldi. Asbobi mana bunday bo'lgan bo'lsa, vazn 20 kilo simirgandan keyin mana bunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Shunda kichirmaydi, kattaradi faqat. Kichrayib qolishi mumkin emas. Garmon ishlatmasa, o'sha aytaylik, uning razmeri ham, mayakning razmeri ham kichraymaydi hech qachon. Garmon ishlatib, noto'g'ri qilsa, sigirchilarni qilmasa, vaqtida aka sog' bo'ling, kursdan keyin paketini to'g'ri qilmasa, unda zarari bo'lishi mumkin. Ata kelib naturalni qilsa, hech qanaqa zarari yo'q. O'sha aytiladigan joyingga ham, boshqa joyga ham zarar yo'q. Foydasi bo'lsa bor, zarari yo'q. Hech qanaqa o'sha boya aytganimdek, mana bunday bo'lgan bo'lsa, 20 kilo yoki 15 kilo so'rgandan keyin mana bunday bo'ladi. Chunki qanaku a'zoing birdek razmer kattaradi, vес oladi. U ham aylanasiga ham diametri kattaradi. Masalan, qo'ling aylanasi 32 ga kelgan bo'lsa, 40 bo'lyaptimi? Uniki masalan aylanasi o'sha paloncha santimetr bo'lsa, buni ham kattaradi. Yosh o'sadigan bo'lsa, masalan, hamma joy bo'ylari o'ssa, u ham o'sadi. Bo'yi o'smasa, o'smaydi. Давай. Hoppa. Hoppa. Bu savolni ham ochiqlab ketdik deb o'ylayman. Yaxshi javob bo'ldi. Xulosa chiqazadi degan umiddaman. Hoppa. Давай. Nimaga? Erta shu sport bilan shug'ullanganingizdan afsuslanmaysizmi? Hammani aytadigan gap borgan, qariganingda tablichalar chiqadi deydigan, nima deydi? Nima deyardi? Maniki. Pavoshkami? Pavlovskasi chiqadi deyishadi. Xo'sh. Belora yo'qsa, grejam reja deydi, tuz yig'adi, balobatlar. Xo'p. Unga qanday qaraysiz? Naborotda sport bilan shug'ullansang, bog'lasa, o'sha bel og'rig'i, greja bo'lish xavfini oldini olgan bo'lasan birinchi o'rinda. Sog'lig'ing birinchi o'ringa qo'yasan, chunki sportda bo'lgandan keyin o'zingni yaxshi ko'rmasang, foydasi yo'q. Shunday, quruqqa kelib ketganda foydasi, o'zingni yaxshi ko'rasan, o'zing sog'lig'ingga birinchi e'tibor qaratasan, tashqi ko'rinishingga e'tibor qaratasan. Chunki bu sportda bo'lgandan keyin sen tashqi ko'rinishingga qarab hamma orqangdan ergashadi. Keyin birinchi o'rinda men kalla zo'r bo'lgan bilan birinchi o'rinda shunday uzoqdan tanimaysan. Masalan, aytaylik, men oddiy bola turibman yoki men forma turibman, sen oddiysan, lekin mendan ko'ra sen yaxshi bilasan. O'sha yerda novichok bola keladida, sendan so'ramaydi.
Sen spesyalistsan, lekin trenorovka qilmayapsan yoki trenorovka tashlab qo'ygansan. Ayrim savol sendan so'ramaydi, mendan so'raydi. Men tupoy bo'lsa, mendan so'raydi, короче. Shuning uchun birinchi buni tashqi ko'rinish turadi. Korpusga qaraydi deysizda. Da. To'g'ri? Yo'q, farqi yo'q. Shunday. To'g'ri javob. Davay. Давай. Давай. Hop. Savolingga javob bo'ladigan bo'lsa, hech qachon xudo xolasa afsuslanmayman. Bu kasb ishimmi? Mana shunday bu kasbda endi ishim. Ha. Hobbida, takshdi. Ishning orqasidan olganimdan keyin meni ishim shu ertalab turaman, ko'zimni ochaman, zavtrak qilaman. Zalga kiraman, podvalga, kechqurun chiqaman. Oilamga boraman, yana shu. Mana ishim shu. Sen boshqa ishda bo'lsa, umring mana shu yerda o'tadi. Shunday yerdan oilamni boqaman kerak. Endi biznikilarni og'ir ishlasa, erta qaraganda ko'rasan deydi-ku. Men hech qachon afsuslanmayman, faqatgina to'g'ri texnika, qanaqadir garmon qilsang to'g'ri, vrach bilan maslahat qilib, o'zing tushunmayapsanmi? Vrachdan so'ra. Aql yetgancha aql yetmaganlarga so'rash kerak deysiz-da. Bunday. Yaxshi. Hech qanaqa hozir masalan, aytaylik mana bam, Chris Bam. Aha. 6 karra olimpiya bo'ldi. Ha. Uni treneri yo'qmi? Bor, unga Amir Ahmad qo'zg'atgan trenerlar qiladi-ku. Xo'p. 25 karra trenerlik olgan. Masalan, o'zi bilgicha hech qanaqa garmon ishlatmaydimi? Ha. O'sha programmasi mashqini ham masalan, chempionman, men o'zi bo'ldi deb agar o'zidan ketib qolmadi-da. O'zidan hamma bodybuilderlar bu. Короче, eng zo'r sportsmen, eng zo'r trener degani emas-da. Shunday. Trenerda o'zini alohida, o'zini ishi bor. O'z o'rni bor. O'zini o'rni bor, uni ishi boshqa tema, короче, yo'nalish boshqa. Bu kutni yetadigan boshqa, vazifani bajarish kerak. Bu natijani qilib beradi, faqat buyruq beradi. Как вот ustozing aytganini qilganini qilma. Shunday. Eng zo'r sportsmen, eng zo'r trener degani emas dedi. Shunday. Zo'r. O'sha Belxet. Yana Jay Cutler, yana Andre Diu, Jeremy Bundia bordi. Keyin yana Kibam, Hardi Chopan, Cutler. Nemis. Kevin Lebronga ham shu trenerlar qilgan vaqtida. Hammasini chempion qilgan, ha? O'zi ko'rgan hammasi shu o'tirgan. Ha. Masalan, lekin nima o'zi musobaqaga chiqmagan, o'zi ura olmagan. Uni lekin sohasi boshqa-da. Professional trener, o'zini sportini o'ziga naqasi bor, asoschi Evogen firmani. Ha, o'sha. Xullas demoqchimanki, o'zini ishi bordir. Hammani o'ziga yarasha. Hamma o'zi sohasida yurgan ma'qul deysizda. Ha, o'shaning uchun masalan, men garmon qilyapsanmi? Trenermi? Trener faqat tosh ko'tarishni o'rgatsin. Shunday. Garmonmi? Garmonda vrach o'rgatsin. Короче, yozib bersin, u javob bersin keyin. Nima bo'lishi, erta nimadir nojo'ya ta'sir bo'lsa, sizga kelib aytish. Senga kelib, ustoz, mana yerimda bunaqa bo'lyapti desa, senga aqling yetmasa. Nima degan gap bu? Shunday. Bo'lmaydi. Sanda bu yerda travma travma bo'lsa yoki nimadir bo'lib qolsa, unda sen yo'lini aytishing mumkin. Bor, mana yerga tekshirtir, ko'raylik yoki muskuling yirtilgan, vasстановление bo'lishga vaqt kerak deb senga yechim bera olasan. Garmonlar bilan tushunmaganingdan keyin vrach yechim beradi. Barqiga. Shunday. To'g'ri, ha, yaxshi javob bo'ldi. Davay. Shunday. Peshanaga tushirasiz. Ha. Peshanaga? Ana shunday. Xo'p, Bunyod aka. Agar yer yuzida oxirgi kuningiz bo'lganda nima qilar edingiz?
Oxirgi kunim bo'lganda faqat tavba qilardim. Bo'ldi. Yetishilmay qolgan orzu niyat boshqa narsalar shart emas. Chunki narigi dunyo bor. Hayotingizdagi eng baxtli lahzalar nimalar bo'lgan? So'cha birinchi marta mashina olganingiz, farzandli bo'lganingizmi? Uylangani kimdir yo rezultat qilgani bilan hamma har xil-ku. Xafa bo'lmanglar, bu yerda sal emas, boshqa temalar ham qiladi. Farzandli bo'lganda boshqacha bo'lgan baribir birinchisi. Esda qolarlisi hozirda esimda bor. Esimdan chiqmaydigani shu birinchi uylanganimdan keyin, shu 1 yildan keyin o'g'il farzandli bo'lganman. Undagi xursandchilik hech narsaga teng kelmaydi. Xudo xolasa uylansang, farzandli bo'lsang, Xudo xolasa ko'rasan. tushunarli. Yaxshi javob bo'ldi. Okay, yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum, aka. Давай. Yep. Hop. Hop. Zo'r. Xo'p, Funetaga oxirgi savolim, shu bilan o'z savolim tugadi. Bizni kuzatayotganlarga tavsiya va tilaklaringiz. Maslahat deb tavsiya. Hop. Maslahat tavsiya bo'lsa, sportga qiziqadigan bola bo'lsa, Aha. borsin, qarshilik yo'q. Faqatgina tushunmayaptimi, bilmaydimi, trener bilan ishlasin. Qanaqadir eng asosiysi birinchi o'rinda gormonlarga emas, naturalligiga qiziqsin. Keyin juda chuqurlashib ketib, gormonga qiziqib ketayotgan bo'lsa, faqatgina vrach tavsiyasi bilan nima qilsa ham vrach bilan maslahat qilib qilgan yaxshi. Bu ham aytdim, 3-4 martalab aytdim. Faqat vrach, keyin trener bilan ishlasin. Shunda kelajak uchun bu aytgan nojo'ya ta'sirlar bo'lmaydi. Bag'ochkalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Faqat shug'ullanish kerak, o'zgarish kerak, o'zi xohlagan semiz bo'lsa ozish, ozg'in bo'lsa semirish, o'zini xohlagan tashqi ko'rinishga, qomatiga hamma ham ko'chada yurganda, chiroyli formada, kiyim kiyganda chiroyli yarashib turgan, любой rangli, rangsiz farqi yo'q. Boyaga bizda ana borku, bloger Ahad aka. Nima edi? Kiyim san emas, san kiyimga havas qilsinda, bir balolar deydi. Kiyimda ochgan. Sepa shunaqa bo'lsin. Hammaga tilayim shu. Qisqa faqat bunaqa tavsiyam trener vrach bilan maslahat qilsin. O'z boshimchalik bilan qilmasin, chunki travma boyaga побочный effektlar ko'payib ketadi. O'zi uchun minus, o'zini vaqtini o'zi olgan bo'ladi. Undan zalga chiqmay qo'ya qolsin. Javoblar uchun rahmat. Shug'ullanishdan Salomat bo'l. biz davom etinglar. Charchamanglar.